Yangiliklardan tezkor xabar topish va kanalimiz rivoji uchun obuna bo'lishni unutmang. Rossiya Ukrainadagi mojaroni tartibga solish masalasida AQShga tayanadi. Rossiya Ukrainadagi mojaroni tartibga solish masalalarida Yevropaning emas, balki AQShning yondashuvini inobatga oladi. Bu haqda Rossiya prezidenti matbuot kotibi Dmitriy Peskov ma'lum qildi. Yevropaliklar o'z o'yinini o'ynayapti. Hali hanuz ular urushning davom etishini istayotgandek ko'rinadi. Biz esa bu masalada albatta asosan Washingtondagi hamkorlarimizga tayanamiz, dedi Peskov. Kreml vakili AQShning tinchlik inqirozini hal qilish bo'yicha pozitsiyasini pragmatik va realistik deb atadi. Shuningdek, u agar Kiyev tinchlik kelishuvlarini imzolab, keyin ularni sabotaj qilsa, bu Moskva uchun mutlaqo qabul qilib bo'lmas holat ekanligini ta'kidladi. Faqat xavfsizlik bo'yicha emas, balki ushbu kelishuvlarning bajarilishini ta'minlaydigan aniq kafolatlar tizimi bo'lishi shart, dedi Peskov. Bundan tashqari uning so'zlariga ko'ra, maxsus harbiy operatsiya boshlanishiga turtki bo'lgan omil NATO mutaxassislarining Ukraina hududiga kirib kelishi bo'lgan. AQShning tinchlik rejasi muhokamasi. O'tgan hafta Vladimir Putin Kreml saroyida AQSh prezidenti maxsus vakili Steven Witkov hamda Donald Trampning kuyovi Jared Kushnerni qabul qildi. Tomonlar qariyb 5 soat davomida Amerika tomonidan taklif qilingan tinchlik tashabbusini muhokama qildilar, biroq hozircha murosaviy variant topilmadi. Keyinroq Rossiya prezidenti ma'lum qilishicha, Washington dastlabki 27 banddan iborat rejani 4 ta paketga bo'lib, ularni alohida muhokama qilishni taklif etgan. Putin har bir band deyarli ko'rib chiqilganini, biroq Moskva rozi bo'lmagan masalalar ham borligini aytdi. O'z navbatida Vladimir Zelenskiy dushanba kuni Buyuk Britaniyaga borib, Yevropa yetakchilari bilan AQShning taklifini muhokama qildi. Ukraina nashrlarining yozishicha, uchrashuv yakunida u hududlar masalasida yana yon berishdan bosh tortgan. Axios portali ma'lumotlariga ko'ra, Kiyev Washingtonga amerikaliklarning so'nggi takliflariga javobni yuborgan. Donald Trump esa 12 dekabr kuni Zelenskiy AQShning tinchlik rejasini qo'llab-quvvatlamayotganiga ishonch bildirgan. Sidneydagi plyajda nima sodir bo'ldi? Avstraliya Sidney shahri mashhur Bondi Beach plyajı. Hodisa tafsilotlari. 2025-yil 14-dekabr kuni kechqurun Bondi Beach hududida ommaviy otishma sodir bo'ldi. O'sha paytda plyaj yaqinida yahudiylarning Hanuka bayrami munosabati bilan o'tkazilayotgan tadbir bo'lib, unda yuzlab odamlar qatnashgan. Mahalliy vaqt bilan taxminan 18:45 atrofida 2 nafar qurollangan shaxs odamlar to'plangan joy tomon o'q uza boshlagan. Guvohlarning aytishicha, o'nlab o'qlar otilgan, odamlar vahima ichida qochishga uringan. Politsiya juda tez yetib kelgan, hududni qurshab olgan va aholiga plyajdan uzoqroq bo'lishni buyurgan. Qurbonlar va jarohatlanganlar. Hozircha tasdiqlangan ma'lumotlarga ko'ra, halok bo'lganlar kamida 12 kishi. Ular orasida hujumchilardan biri ham bor. Jarohatlanganlar 29 nafardan 60 nafargacha odam, jumladan 2 nafar politsiya xodimi. Bu voqea Avstraliya tarixidagi eng og'ir qurolli hujumlardan biri sifatida baholanmoqda. Jinoyatchilar taqdiri. Hujumchilar 2 nafar bo'lgan. Bittasi otishma vaqtida yo'q qilingan. Ikkinchisi tirik qo'lga olingan, ammo og'ir ahvolda shifoxonaga yotqizilgan. Politsiya hodisani terrorizm bilan bog'liq hujum sifatida ko'rib chiqmoqda, chunki nishon sifatida aynan yahudiy jamoasi yig'ilgan tadbir tanlangan. Shuningdek, hodisa joyi yaqinida shubhali buyumlar va ehtimoliy portlovchi moslamalar topilgan. Ular mutaxassislar tomonidan tekshirilmoqda. Rasmiylarning munosabati. Avstraliya bosh vaziri Anthony Albanese bu hodisani yovuzlik va antisemitizm namoyoni deb atadi. Yangi Janubiy Uels shtati rahbari hujum oldindan rejalashtirilganini ta'kidladi. Isroil rasmiylari va boshqa davlatlar hodisani keskin qoralab, qurbonlar oilalariga hamdardlik bildirdi. Hozirgi holat. Hudud hanuz qachon politsiya nazorati ostida.
Tergov ishlari davom etmoqda. Qurbonlar soni bo'yicha rasmiy yakuniy raqamlar aniqlashtirilmoqda. Siyosiy va sport yangiliklarini biz bilan kuzating.